Globallashuv sharoitida yoshlarni turli yot g'oyalar, diniy ekstremizm va radikal oqimlar ta'siridan asrash borasida internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalayotgan zararli axborotlar oqimiga qarshi immunitet yaratish zarur. Shu ma'noda jaholatga qarshi ma'rifat g'oyasi asosida tashkil etilayotgan targ'ibot tadbirlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Ishlab chiqilgan alohida chora-tadbirlar rejasi bo'yicha viloyatimizdagi ta'lim muassasalarida jaholatga qarshi ma'rifat targ'ibot tadbirlari izchil davom etmoqda. Do'stlik tumanidagi umumta'lim maktabida tashkil etilgan ana shunday tadbirda dunyo hamjamiyati oldida turgan asosiy tahdidlardan biri terrorizm va radikallashuv jarayonlari haqida atroflicha ma'lumot berildi. Ta'kidlanganidek, ekstremistik g'oyalar ta'siriga ko'pincha tajribasiz, hissiyotga beriluvchan yoshlar nishon bo'ladi. Ayniqsa, axborotni yetarli darajada tahlil qilmaslik, ishonuvchanlik va ruhiy beqarorlik kabi omillar yoshlarni turli yot ta'sirlarga moyil qilishi mumkin. Mana shu Do'stlik tumanida 20 ta umumta'lim maktablari mavjud. Har bir maktablarga o'zimizda tuman targ'ibot guruhi, ishchi guruhi va viloyatdan biriktirilgan ishchi guruhlar birgaligida targ'ibot tadbirlarini o'tkazib bormoqdamiz. Mana bugungi kunda 3-kunimiz. Har bir kunda 2 tadan maktabda yuqori sinf o'quvchilari bilan 9, 10, 11 sinf o'quvchilari bilan birgalikda targ'ibot tadbirlari olib boryapmiz. Internet saytlariga har xil Telegram, WhatsApp, TikTok, Facebook ijtimoiy tarmoqlardan qanday foydalanish kerakligi, qaysi saytlarga kirish mumkin, qaysilardan mumkin emasligi, o'shalardan ehtiyotona foydalanish to'g'risida suhbat olib boramiz. Yig'ilishda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, yoshlarni vatanparvarlik, milliy va diniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash borasidagi ustuvor yo'nalishlar haqida atroflicha so'z yuritildi. Bir vaqtning o'zida yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirish, ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish, har qanday axborotga tanqidiy yondashish ko'nikmalarini rivojlantirish zarurligi ta'kidlandi. Hozirda diniy targ'ibotlarga qarshi tadbirlar bo'lmoqda maktabimizda. Bugungi tadbirimiz ham shu jumladan hozirda turli xil videoroliklar, slayd shoular orqali bizga turli xil noqonuniy diniy narsalar haqida tushuntirish berishmoqda. Ushbu tadbir juda ham foydali bo'ldi. To'g'risi, hozirgi vaqtlarda yoshlar orasidagi ko'plab shu kabi muammolar avj olishi haqida ham juda ham chiroyli aytib o'tishdi. Hozirda ijtimoiy tarmoqlarda chiqayotgan turli xil videoroliklarga turli xil yoqish reaksiyalarni bosish mumkin emasligi, turli xil kanallar, o'sha kanallardan keladigan xabarlarni beixtiyor o'qimaslik va kanallarga obuna bo'lmaslik haqida ham tushuntirib o'tishdi va albatta huquqiy qoidalarni bilmaslik, uni javobgarlikdan ozod etmasligi haqida ham aytib o'tishdi va shu orqali voyaga yetmagan insonlarga ham jinoiy yoki ma'muriy javobgarlik borligini eslatib o'tishdi. Bunga qarshi ravishda yoshlarga ko'proq bilim berish, diniy bilimlardan farqli o'laroq dunyoviy bilimlar, ilmlarni o'rgatish va turli xil to'garaklar yoki boshqa bir dasturlar bilan ularni jalb qilish bilan biz ularga qarshi kurashishimiz mumkin. Yoshlarni turli zararli oqimlar ta'siridan himoya qilish, ular qalbida vatanga muhabbat va sog'lom dunyoqarashni mustahkamlashga xizmat qiladigan tadbir doirasida mavzuga oid vizual materiallar ko'rib chiqildi va o'quvchilarni qiziqtirgan savollarga mutaxassislar javob berishdi.